Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan boshlab qariyalar, pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar va ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 5 million so'mgacha bo'lgan moddiy yordam, uni kim olishi mumkinligi, qanday murojaat qilinishi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi va eng muhimi, odamlar ko'p adashadigan joylar haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz yordam olish imkoniyatini qo'ldan boy berishingiz mumkin. Chunki ko'pchilik menga baribir berilmaydi. Bu faqat tanish bilishlarga, pensiyam bor-ku, menga tegishli emas deb o'ylab umuman murojaat qilmaydi. Aslida esa ayrim holatlarda pensioner bo'lsa ham, qariya bo'lsa ham, yolg'iz yashasa ham, sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa ham, davolanishga yoki yashash xarajatlariga pul yetmayotgan bo'lsa ham qo'shimcha yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Iltimos hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni ota-onangiz, buvalaringiz, qo'shnilaringiz va mahallangizdagi keksalarga yuboring. Chunki bu pulni olish uchun ko'pincha odamning o'zi harakat qilishi, mahallaga murojaat qilishi, holatini tushuntirish kerak bo'ladi. Avval odamlar ijtimoiy yordam masalasida juda ko'p chalkashlikka duch kelardi. Kimdir pensiya olsa, unga boshqa yordam berilmaydi deb o'ylardi. Kimdir moddiy yordam faqat bolali oilalarga tegishli, qariyalarga emas deb hisoblar edi. Yana kimdir mahallaga borsam, baribir rad javobini berishadi deb indamay yurardi. Natijada eng muhtoj odamlar ham yordam so'ramasdan qolardi. Endi esa eng muhim narsani tushunib olaylik. 20 million so'm deganda hamma qariyalarga avtomatik tarzda bir xil pul tushadi degan ma'no chiqmasligi kerak. Bu yerda gap ko'pincha moddiy yordam, bir martalik yordam, ijtimoiy himoya doirasidagi to'lov yoki mahalla orqali ko'rib chiqiladigan yordam haqida bo'ladi. Ya'ni har bir holatda fuqaroning daromadi, oilaviy ahvoli, sog'lig'i, yashash sharoiti, qarovisi bor yo'qligi va boshqa mezonlar tekshiriladi. Oldin ham moddiy yordam tizimi bor edi, lekin odamlar uni qanday olishni aniq bilmasdi. Hozir esa mahalla ijtimoiy xodim, inson ijtimoiy xizmatlar markazlari, pensiya jamg'armasi va boshqa mas'ul tashkilotlar orqali muhtojlik holati aniqlanadi. Agar keksa inson haqiqatan ham yordamga muhtoj deb topilsa, unga belgilangan tartibda pul yordami, oziq-ovqat, dori-darmon, parvarish xizmatlari yoki boshqa turdagi yordam ko'rsatilishi mumkin. Men bu videoda sizga oddiy tilda tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim hujjat tayyorlash kerak, kimga murojaat qilish foydali, kim esa noto'g'ri umid bog'lamasligi kerak. Birinchi muhim masala, agar siz qariya bo'lsangiz, pensiya olayotgan bo'lsangiz, bu avtomatik ravishda sizga qo'shimcha 55 million so'm beriladi degani emas. Lekin bu sizga umuman yordam berilmaydi degani ham emas. Farq shunda, yordam ehtiyojga qarab belgilanadi. Masalan, bir pensioner oyiga 50 million ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. Doimiy yordam bermaydi. Uyida gaz, elektr, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari bor. Bundan tashqari bosim, qandli diabet yoki yurak kasalligi sabab har oy dori oladi. Bunda odam mahallaga murojaat qilsa, ijtimoiy xodim uning holatini o'rganishi mumkin. Agar haqiqatan ham daromadi yetarli emasligi, yashash sharoiti og'irligi tasdiqlansa, unga moddiy yordam ajratilishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, bir ota yoki 17 yoshda pensiya oladi. Lekin 3 nafar farzandi bor. Farzandlari hammasi ishli, shu tumanda yashaydi. Uy-joyi yaxshi, oziq-ovqati yetarli, davolanish xarajatlarini farzandlari ko'taradi. Bunday holatda mahalla yordamni rad qilishi mumkin. Chunki ijtimoiy yordam birinchi navbatda haqiqiy muhtojlarga, yolg'izlarga, daromadi juda pastlarga, qarobsizlarga, nogironligi bo'lganlarga, og'ir kasallikka chalinganlarga beriladi. Uchinchi misol. Qariya pensioner o'g'li bilan yashaydi. O'g'li rasmiy ishlamaydi, lekin dehqonchilik qiladi yoki kunlik ishga chiqadi. Uyda kelin, 2 nafar nabira bor. Oilaning umumiy daromadi kam. Qariyaning pensiyasi esa deyarli dori-darmonga ketadi. Bunday holatda faqat qariyaning pensiyasi emas, butun oilaning ahvoli ko'riladi. Agar oila kambag'allik mezonlariga yaqin bo'lsa yoki ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lsa, yordam olish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. 4-misol, bu olim 8 yoshda, eri vafot etgan, o'zi yolg'iz yashaydi. U qish mavsumida isitish muammosi bor. Pensiyasi, kommunal to'lovlar va non-choyga zo'rg'a yetadi. Bu odamlar ko'pincha uyim bor-ku, menga berishmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, faqat uy borligi yordam olishga mutlaqo to'siq bo'lavermaydi. Muhim savol shuki, odamning kundalik yashashi, ovqatlanishi, davolanishi
va parvarishi uchun mablag' yetarlimi yoki yo'qmi? Men hozir sanab o'tadigan toifadagi insonlar albatta mahallaga yoki ijtimoiy xodimga murojaat qilib o'z holatini tekshirtirish kerak. Birinchidan, yolg'iz yashovchi qariyalar. Agar sizning yoningizda doimiy qarovchi bo'lmasa, farzandlaringiz uzoqda bo'lsa yoki umuman farzandingiz bo'lmasa, siz yordamga ehtiyojmand sifatida ko'rib chiqilishingiz mumkin. Ayniqsa sog'lig'ingiz yomon, uy yumushlarini bajarishda qiynalasiz, dori-darmonga xarajat ko'p bo'lsa, buni albatta aytish kerak. Ikkinchidan, nogironligi bor pensionerlar. Masalan, iguru nogironligi bor. Yurishda qiynaladi, doimiy dori ichadi, shifokor ko'rigiga borib turadi. Bunday vaziyatda qo'shimcha xarajatlar oddiy pensionernikidan ko'proq bo'ladi. Shuning uchun arizada faqat moddiy yordam so'rayman deb yozib qo'ymasdan, nima sababdan yordam kerakligini aniq ko'rsatish muhim. Uchinchidan, og'ir kasalligi bor keksalar. Qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar, insultdan keyingi holat, buyrak yetishmovchiligi, operatsiyadan keyingi davr kabi holatlarda xarajat keskin oshadi. Shifokor bergan ma'lumotnoma, retseptlar, dori xarajatlar ro'yxati bo'lsa, murojaat yanada asosli bo'ladi. To'rtinchidan, pensiyasi juda kam bo'lgan va boshqa daromadi yo'q qariyalar. Odam oyga pensiya olishi mumkin. Lekin bu pul real hayot xarajatlarini yopmasligi mumkin. Non yo'q, un, go'sht, dori, elektr, gaz, suv, transport, shifokor ko'rigi, bularning hammasi pul. Agar pensiya faqat eng zarur narsalarga ham yetmayotgan bo'lsa, murojaat qilishdan uyalmaslik kerak. Beshinchidan, uy-joy sharoiti og'ir bo'lgan keksalar. Masalan, tomdan suv o'tadi, pechka nosoz, yotoqxona sovuq, sanitariya sharoiti yomon. Ba'zan pul yordamidan tashqari homiylik, ta'mirlash, oziq-ovqat paketi yoki boshqa xizmatlar ham tashkil qilinishi mumkin. Endi men juda muhim tomonni aytaman. Hamma ham 20 million so'mni olaman deb kutmasligi kerak. Chunki tizimda tekshiruv bo'ladi. Agar qariyaning pensiyasi yaxshi bo'lsa, qo'shimcha daromadi bo'lsa, farzandlari muntazam yordam bersa, uy-joy sharoiti yaxshi bo'lsa, tibbiy xarajatlari og'ir bo'lmasa, moddiy yordam ajratilmasligi mumkin. Bu rad javobi adolatsizlik degani emas, balki yordam birinchi navbatda eng og'ir ahvoldagilarga yo'naltiriladi degani. Yana bir holat, ayrim odamlar nomimda mashina bor, lekin ishlamaydi. Nomimda yer bor, lekin daromad yo'q. Farzandim bor, lekin yordam bermaydi deyish mumkin. Bunday holatda ham hammasi hujjat va o'rganish natijasiga bog'liq. Agar tizim sizning nomingizda qimmat mulk, faol tadbirkorlik, yuqori daromad ko'rsa, yordam rad qilinishi mumkin. Lekin mulk borligi har doim ham avtomatik rad javobi degani emas. Masalan, eski uy yoki foydalanilmayotgan yer maydoni real daromad bermayotgan bo'lsa, buni tushuntirish kerak. Yana bir xato, odamlar mahallaga faqat bir marta boradi. Kotib yoki boshqa xodimdan og'zaki javob eshitadi va qaytib keladi. Men buni noto'g'ri deb hisoblayman. Agar sizning holatingiz og'ir bo'lsa, arizani yozma tarzda topshiring. Ariza ro'yxatga olinganini so'rang. Kim qabul qilganini, qachon qabul qilinganini biling. Chunki og'zaki gap bilan ish bitmaydi. Birinchi nozik jihat, yordam miqdori har doim aynan 1 million so'm bo'lmasligi mumkin. Ba'zi joylarda yordam miqdori ehtiyojga, ajratilgan mablag'ga, komissiya qaroriga, mahalliy imkoniyatga yoki yordam turiga qarab farq qiladi. Kimdir 1 million so'mgacha olishi mumkin, kimdir kamroq oladi, kimdir oziq-ovqat yoki dori ko'rinishida yordam oladi. Shuning uchun falonchiga 5 million berishdi. Menga ham shuncha berishlari shart deb o'ylamang. Sizning holatingiz alohida ko'rib chiqiladi. Ikkinchi nozik jihat, agar qariya boshqa ijtimoiy nafaqa yoki yordam olayotgan bo'lsa, bu yangi yordamni avtomatik bekor qiladi deb o'ylash ham noto'g'ri, lekin bu holat hisobga olinadi. Masalan, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, boshqa subsidiyalar bo'lsa, bular umumiy daromad tarkibida ko'riladi. Mutaxassislar bu odamning jami daromadi qancha degan savolga qaraydi. Uchinchi nozik jihat, farzandlarning borligi. Qonunchilik va amaliyotda farzandlar ota-onaga yordam berishi kerakligi hisobga olinadi. Lekin hayotda hamma farzand ham yordam bermaydi. Kimdir ishsiz, kimdir chet elda qiynalib yuribdi, kimdir ota-onasi bilan aloqani uzgan. Shunday vaziyatda qariya farzandim bor, baribir bermaydi deb o'tirib qolmasligi kerak. Arizada farzandlar borligini, lekin amalda moddiy yordam olmayotganini, qarovchisi yo'qligini tushuntirishi zarur. Agar mahalla o'rganishda bu holat tasdiqlansa, yordam berilishi mumkin. To'rtinchi nozik jihat, yashash manzili. Ba'zan qariya bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda yashaydi. Masalan, Toshkentda farzandinikida vaqtincha yashaydi. Ro'yxati esa viloyatda.
Bunday holatda murojaat qayerga qilinadi degan savol tug'iladi. Odatda doimiy yashash yoki ro'yxatga olingan hududdagi mahalla muhim bo'ladi. Lekin vaqtincha yashash joyidagi ijtimoiy xodim ham maslahat berishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pasport yoki ID karta bo'yicha ro'yxatdagi mahallaga murojaat qilish va real yashash holatini tushuntirish. 5-nozik jihat. Bank kartasi va pulni olish. Ko'p qariyalarda bank kartasi yo'q yoki kartadan foydalanishni bilmaydi. Agar yordam pul ko'rinishida berilsa, uni olish tartibi haqida oldindan so'rash kerak. Karta ochish kerakmi? Pensiya kartasiga tushadimi? Naqd shaklida beriladimi? Bu hududdagi tartibga bog'liq bo'lishi mumkin. Eng muhimi, hech kimga karta parolini, SMS kodini, plastik karta raqami bilan birga maxfiy ma'lumotlarni bermang. Firibgarlar aynan shunday vaziyatlarda sizga yordam puli tushiramiz deb aldashi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yoki sizning yaqiningiz qariya bo'lsa va yordamga muhtoj bo'lsa, quyidagi qadamlarni bajaring. Birinchi qadam, holatingizni aniq yozib chiqing. Oddiy daftar varaqaga quyidagilarni yozing. Ismingiz, yoshingiz, yashash manzilingiz, pensiya miqdori, kim bilan yashashingiz, farzandlaringiz yordam beradimi yoki yo'qmi? Qanday kasalliklaringiz bor? Har oy dori-darmonga qancha ketadi? Kommunal to'lovlar qancha, oziq-ovqatga qancha sarflaysiz? Bu sizga mahallada gapni aniq tushuntirishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa nogironlik hujjati, tibbiy ma'lumotnomalar, retseptlar, dori xarajatlarini ko'rsatuvchi chek yoki ro'yxat, kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkib haqida ma'lumot. Har doim ham bularning hammasi talab qilinmasligi mumkin, lekin oldindan tayyor bo'lsa ish tezlashadi. Uchinchi qadam, mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi yoki ijtimoiy xodimdan kim shu masala bilan shug'ullanishini so'rang. Men moddiy yordam olish tartibi bo'yicha ariza topshirmoqchiman. Holatimni o'rganib berishingizni so'rayman deb aniq ayting. Uyalishning keragi yo'q. Bu sadaqa so'rash emas. Bu davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy himoya mexanizmidan foydalanishdir. 4-qadam, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: men falonchi yoshga doir pensionerman. Hozirda yolg'iz yashayman yoki oilamning daromadi kam. Pensiyam dori-darmon va kundalik xarajatlarga yetmayapti. Sog'lig'im sababli doimiy davolanishga muhtojman. Oilaviy va moddiy ahvolimni o'rganib, belgilangan tartibda moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Agar siz farzandlaringizdan yordam olmayotgan bo'lsangiz, buni ham yozing. Agar uyingizda ta'mirga muhtoj joy bo'lsa, buni ham yozing. 5-qadam. Ijtimoiy xodim kelganda hamma narsani yashirmasdan ko'rsating. Ko'p odamlar uyga tekshiruv kelganda uyaladi. Bu joyni ko'rmasin. Kasalligimni aytmay, qarzimni aytmay deb turadi. Bu noto'g'ri. Sizning haqiqiy holatingiz ko'rilmasa, yordam ajratish uchun asos ham kuchsiz bo'ladi. Qanday dori ichasiz? Qaysi shifokorga borasiz? Qancha qarzingiz bor? Oziq-ovqat yetadimi? Qishda uy sovuq bo'ladimi? Barchasini ayting. 6-qadam. Javobni kuting, lekin nazorat qiling. Ariza berganingizdan keyin qachon ko'rib chiqiladi? Komissiya qachon bo'ladi? Javobni qayerdan bilaman deb so'rang. Agar uzoq vaqt javob bo'lmasa, yana borib so'rang. Yozma murojaat qilgan bo'lsangiz, yozma javob so'rashga ham haqlisiz. 7-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Berilmadi degan javob yetarli emas. Nima sababdan berilmadi? Daromad yuqori deb topildimi? Hujjat yetishmadimi? Oilada mehnatga layoqatli a'zolar borligi sababmi? Mulk sababmi? Agar sababni bilsangiz, keyingi safar xatoni to'g'rilaysiz. Masalan, tibbiy hujjat yetishmagan bo'lsa, shifokordan ma'lumotnoma olib kelasiz. Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, aniqlashtirasiz. 8-qadam. Agar haqqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Tuman hokimligi, Inson ijtimoiy xizmatlar markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, 1109 yoki tegishli ishonch telefonlari, prezident virtual qabulxonasi orqali murojaat qilish mumkin. Lekin murojaat qilayotganda hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Qachon bordim? Kimga ariza berdim? Nima javob oldim? Nima sababdan yordamga muhtojman? Birinchi xato: menga avtomatik tushadi deb kutish. Ko'p to'lovlar uchun murojaat, o'rganish yoki reyestrga kiritilish talab qilinadi. Shuning uchun jim kutib o'tirmang. Ikkinchi xato: qo'shnining holati bilan o'zingizni solishtirish. Qo'shningiz olgan bo'lsa, siz ham albatta olasiz degani emas.
Siz rad etilsangiz, qo'shningiz nohaq olgan degani ham emas. Har bir oilaning daromadi, kasalligi, qarovchisi, xarajati, hujjati alohida. 3-xato. Hujjatsiz bo'lish. Og'zaki kasalman, pulim yo'q, farzandim yordam bermaydi deyish yetarli bo'lmasligi mumkin. Tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, qaror qabul qilish osonlashadi. 4-xato. Firibgarlarga ishonish. Hech kim sizdan 7 million olib beraman, oldindan 1 ming so'm ber desa ishonmang. Davlat yordami uchun pora berish ham, vositachiga pul berish ham xavfli. Ariza rasmiy tartibda topshiriladi. SMS kod, karta paroli, telefoningizga kelgan tasdiqlash kodini hech kimga aytmang. 5-xato, rad javobdan keyin umuman harakat qilmaslik. Hayot holat o'zgarishi mumkin. Bugun rad bo'lgan odam 3 oy yoki 6 oy keyin kasalligi og'irlashsa, daromadi kamayib qolsa, qarovchisi ketib qolsa, qayta murojaat qilishi mumkin. Muhimi, o'zgarishlarni hujjat bilan tasdiqlash. Tasavvur qiling, 2 yoshli otaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Dori darmonga 400 ming so'm, kommunal to'lovlarga o'rtacha 2 ming so'm, oziq ovqatga kamida 700 ming so'm kerak. Bu hisobning o'zi 1 million 400 ming so'm bo'lyapti. Demak, pensiya yetmayapti. Agar otaxon yolg'iz bo'lsa va farzandlari yordam bermasa, bu aniq o'rganilishi kerak bo'lgan holat. Yana bir misol, 19 yoshli bu 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Lekin qandli diabet sabab insulin, maxsus ovqatlanish, shifokor ko'rigi va yo'l xarajati bor. Har oy 600-700 ming so'm faqat sog'liq uchun ketadi. Bu yerda pensiya miqdoriga yuzaki qarab yetadi-ku deyish noto'g'ri. Real xarajatni ko'rish kerak. Boshqa misol. Pensioner ota 2 o'g'li bilan yashaydi. Ikkala o'g'li rasmiy ishda, uyda avtomobil bor. Oilaning umumiy daromadi yaxshi. Bunday holatda yordam rad qilinsa, bu tabiiy. Chunki ijtimoiy yordamning maqsadi umumiy daromadi yetarli oilaga qo'shimcha pul berish emas, balki eng zaif qatlamni qo'llab-quvvatlash. Yana bir misol, 75 yoshli ona nevarasi bilan yashaydi. Nevarasi talaba, doimiy ish haqi yo'q. Ona pensiyasining katta qismi dori darmonga ketadi. Farzandlari yo'q yoki vafot etgan. Bunday holatda mahalla komissiyasi ularning ahvolini jiddiy ko'rib chiqishi kerak. Aynan shunday oilalar ko'pincha e'tibordan chetda qolib ketadi. Demak, avgustdan qariyalar uchun öncelikli 20 million so'm masalasida eng muhim xulosa shuki, bu yordam hammaga avtomatik beriladigan pul deb tushunilmasligi kerak. Lekin agar siz qariya bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, pensiyangiz yetmasa, kasalligingiz bo'lsa, dori darmon xarajatlaringiz ko'p bo'lsa, farzandlaringiz yordam bermasa yoki oilaviy ahvolingiz og'ir bo'lsa, albatta mahallaga murojaat qiling. Ariza yozing, hujjat tayyorlang, holatingizni o'rganishlarini so'rang. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq pasportingizni, pensiya hujjatingizni, tibbiy ma'lumotnomalaringizni va xarajatlaringiz ro'yxatini tayyorlab qo'ying. Keyin mahallaga borib rasmiy ariza topshiring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, ishonchli farzandingiz, qo'shningiz yoki qarindoshingizdan yordam so'rang. Lekin hech qachon firibgarlarga pul bermang. Karta ma'lumotlaringizni bermang va og'zaki va'dalarga ishonib qolmang. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning mahallangizda qariyalarga moddiy yordam berish tartibi qanday ishlayapti? Kimdir olganmi? Kimdir rad javobi olganmi? Qanday muammo bo'lyapti? Sizning fikrlaringiz boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot bir keksa insonning muammosini hal qilib berishi mumkin.